Pullaringiz ichida ancha kichkina puliga yarasha 37 dan beravering. 37 dan beraman. Keling uka. To'rdan bo'lsa mayli oling aka. Kellaga. Tamam, ketaylik mana shu yerdan. Bering deb keldi. Jiddiy xato ketdi. Tushirmaydi demak, tushirmaydi. Asilbek, bo'ldi jiddiy xato keldi. Pasha bo'lamiz. Bu akalar ham Qo'qondan kelishdi. Eskini. 2-3 yildan baqas qo'yishadi. Kattasini so'ramayapti. Buni o'zingizda sotamiz aka. Aka Ikkita yoqqanini olaverasiz aka. Pasha. Bering, ajratilyapsiz. Olaveringlar, ana qilmadim. To'g'ri gapirganda, to'g'ri gapirganda. To'rdan oling, arzimasa keyin aytasiz aka. Necha bo'ladi? Mana shu yerda 8 bo'ladi, xolos. Ya, 74. Men aytgan raqammi? 76. 74 bo'ladi. 74. 37 dan 74. 75 berasan. 100 ming bo'lsa aka, yo'q, 100 ming pul bo'lsa aka so'ramayman. O'g'il bolaga ikkita qo'yga 50 mingdan qarab turadigan bo'ladi. Hozir biz aytsa Bergan bo'la emas uka. 500 ming narsa qilyapti. 500 ming so'rayapsiz. 500 ming, 100 ming xato. Bering, oling, deb oling bo'ldi. Bering, 7,5 ga rozimisiz? Ya aka, o'zi Shunaqmi? O'pti narxiga tanlab oling. Bering. Ya u ish bitmaydi jon aka. Yo'q, qattiq bas. Uka, sizga endi tanishib ergalayapsiz xolos. Aka bo'pti. Anaqa mayli. Kunniga chiqmaydi. 39 dan beraman. O't ber deganingiz uchun aka ham o't ber aytganlar bo'lsa 39 dan bosib oling. Oling barakasini. 100 ming qo'shdim o'sha 76 ga oldim. Ya men 200 o'tyapman o'zi. Bo'ldi. Ben 100 ming 38 dan bo'ldi. Bering. Nima qilmaydi? Barakasini bersin. Aka gap yo'q. Mana qadrli obunachilar, ikkovsini ham sotdik 3 million 600 ming so'mdan, 3 million 800 ming so'mdan baraka bo'ldi.